Assalomu alaykum qadrdonlar, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Hozir men bir joyga keldim, переделка qilishga. Mana hozir qilib ketishgan natijmaga 100 kvadrat joyi o'tgan yili shu chamamda 70 ming so'mdan qilishgan. Endi mana biza narxini aytib $10, $15, $17 deydigan bo'lsa, mana qimmat deydigan odamlarga mana shu narsani hozir yozyapman. Mana ahvol 100 kvadrat joyi qilib ketgan. Mana men bu PVH baget qo'ygan mayli. PVH bagetda ko'p odam ishlayapti. Chiroyli qilib ketadiganlar ko'p. Lekin mana stiklarini ko'rsanglar o'zinglar